Nima ixtish o'shoqda bu akalar? Akalar lekin vodiyli akalar. Xuddi mana shunaqa quruq yer bersangiz bo'ldi deyapti. Sizga bino qurib beramiz deyapti. Yo'q, aytsam, ishlatmaysizlar, yo'q, umuman ishlatmaymiz deyapti. Mana bunaqa fermalardan uzunligini 25 metrgacha bez stoykasiz hamma yog'i o'zimizdan deyapti. Egasini umuman ovora qilmaymiz deyapti. Pulini kvadratiga 200 mingdan 350 minggacha to'lab berishadi. Tomini yopib beramiz deyapti. Quruq yerdan angarini, stoykalarini hammasini qilib, tunkasini olib bersa, bo'ldi, xizmat haqiga bonusiga tekinga kirishasini ham qo'yib beramiz deyapti. Xo'p, bu nimalar uchun kerak bo'ladi? Yaqinda bitta akam Xitoyga ko'p borib kelganimiz uchun so'radilar. Xitoydan mana shunaqa tayyor angarlikka olgan ekan. Ukam, nech pul nima bo'ladi dedilar. U juda qimmat chiqib ketgan ekan. Men tayyor, o'zimizdan o'zbeklar qilishyapti. O'zimizga paddeshka bo'laveradi. Xo'p, javob beramiz deyapti. Xudo xolasa tirik bo'lsa, hammasiga o'zimizning ishimizga kafolat qilamiz deyapti. Xo'p, zavod yasash uchun skeletlar yashash, xo'p, mana bu yerda skelet yasab qo'yishgan. Molxona, fermalarga, g'ish, bu narsalar qilmasdan, keyin Nobodga uni buzib, ko'chirib boshqa yoqqa olib ketaman deydigan bo'lsangiz ham, bemalol ko'chirib boshqa yoqqa o'rnatsa ham bo'laverar ekan. Shunaqa xizmatlarni ham qilib berishar ekan. Xohlasanglar, telefon qilsanglar, o'zingizlar bemalol tushunib olsanglar bo'ladi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kimgadir jo'natib qo'ying do'stingizga, yo'kida saqlanib qilib qo'ying. Sog'omon bo'lasiz. O'zligini Instagramligini atmetga qilib qo'yamiz. Ishligini bemalol ko'rib, nima ishlar qilishgan, vohim, vohima bo'layotibdi ishligi. Instagramligini ko'ringlar, atmetkada turgan bo'ladi. Sog'omon bo'lasizlar. Rahmat.